birinchi bo'lib e'tiboringlarni mahallaga qaratinglar. Mahalla ko'rsan keng kattalikda yerlari mushatkalar qilingan. Bugun kelgan manzilimizga Yunusobod tumaniga kelganmiz. Sohibkor mahallasi orientir beradigan bo'lsa qaranglar. Bu tarafda Haytov Citydan kirsak bo'ladi, bu tarafdan Gvardiyskiy gayidan kirsak bo'ladi. Bu ikkita kottejimiz qurilgan, bittasi sotilgan, bittasi sotuvga qo'yilgan. Umumiy yer maydoni 1,5 sotidan iborat. Xonalar soni 5 xona plus oshxonasiga ega. Bitta uyimizga chekirib video obzorni qilib beramiz. Video davomida narxni aytamiz. 30 yoshga shoshilmanglar, chiroyli obzorni qilib beramiz. Uyimizga kirib kelganimizda korosli, kurush prixojamizda chiroyli qo'yishgan. Darvozxonamizga bitta moshina sig'adi. Bu yoqqa o'zingiz tapchan qilib qo'ysanglar ham qo'lda o'tirish uchun yaxshi sharoit bo'ladi. Asosiy bino kirib kelganimiz korosli, prixojamizda keng kattalikda hol bo'ladi. Birinchi qilib o'tirgan xonamiz o'zini ko'rib turganingdek kuxnyasi bo'ladi. Chiroyli qilib kafelarni qilib qo'yishgan. Keling, yurib kelar ekanmiz. Bu tarafdan o'zini bitta общий yuvinish xonasi, yuvinish xonasidan bu yoqdan o'zini ko'rib turganingdek ota-ona uchun yotoqxonasi yoki garderobi bo'ladi. Oynalarga 100% jaluzisini qilib beramiz otdilar. Hozir ozgina kech qolib ulgurishmadi jaluzisiga. Qaranglar. Bu tarafdan yana bitta xolasili yotoqxona qo'yishlik bo'ladi. Orqa xolish qismimiz borda. Orqa xoli ham ozgina bo'lsa tashlab qo'yishgan. Bu tarafdan yerto'la tushsanglar ham bo'ladi. Qaranglar. Yerto'lamiz tushganimizda keng kattalikda yerto'lamiz borda. Ko'rib turganingdek bola o'ynash joyi ham qilib qo'ysanglar bo'ladi. Yerto'lamiz oldida o'zini katilniga alohida bitta joy qilib qo'yishgan, ko'rib turibsizlar. Chiroyli qilib katilnilar hammasini 100% qilib qo'yishgan. Endi ikkinchi etajga ko'rsa obzorni qilib beramiz. Oppo zinalardan ikkinchi qavatga chiqganimizda korosli prixojamiz kattaga hol bo'ladi. Yoqqa divanni joylashtirsanglar, yoqqa televizor qo'ysanglar, ashishkalar joy bo'ladi. Qarang, balkonni qaranglar, keng katta qilib tashashganmi. Bemalol balkonga ham bitta stol qo'yib qo'ysanglar, kechqurun o'tirishga yaxshi variant bo'ladi. Qaranglar, bu tarafdan birinchi o'tirgan xonamiz o'zini mehmonxonasi borda, yaxshi usulli qo'yib qo'yishgan. Aytib o'tganimda 100% jaluzilarni qilib berishadi. Bu tarafimizdan ko'rib turgan o'zini umumiy sanuzeli yonginasida o'zini ota-ona uchun yotoqxonamiz ko'rib turganingdek, uni oldida bitta bola uchun yotoqxonamiz bo'lyapti. Uyimizni ko'rdinglar, yoqqanimiz bitta like bosib qo'yasizlar. Mana shu oppo uyimizni ko'rdinglar. Hammamizga nasib qilsa, uyimizning lokatsiyasini tushuntirib beradigan bo'lsam, Yunusobod tumani Sohibkor mahallasiga kelganmiz, orientirimiz Gvardiyskiy gayi bo'ladi. Uyimizning narxini 190 ming dollar bilan baholashyapti. Yana o'tib bergan joylari ham past nomerlar qoldiramiz. Bemalol qiziqqanlar telefon qilsanglar bo'ladi. Bemalol egalarni savdo barakasi qilsanglar bo'ladi. O'rtada hech qanaqa material yo'q. To'g'rimi-to'g'ri egalarga gaplashsanglar bo'ladi. Mana shunaqa uy hammamizga nasib qilsa, yoqqansa bitta like bosib qo'yasizlar.